Xitoy hukumati boshqurishidagi Xalq gazeti 5-iyulda maxsus obzor maqolasi e'lon qilib, Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti NATOni birinchi nomerli xalq dushmani deb jakalagan. Xitoy oliy hukmronlik qatlami ko'p qitim qo'llangan Jungshing taxallusida e'lon qilingan bu maqolada so'g'uq urushning ko'ni muqomlarini Osiyo Tinch okean rayonida takrorlashga yo'l qo'yishga qat'iy bo'lmaydi deyilgan. Ammo xalq gazetiga qaratilgan yuksak darajadagi kontrollik va nazorat tufaylidan g'arb dunyosidagi ko'plagan kishilar bundaq bir maqolaning uqishmaslik tufaylidan e'lon qilinib qolmaydiganligini, Şunu bunun Xitay mərkəzi hökumətindəki münasibətlik kattabashlarning ruxsati bilan e'lon qilingan alayda əsər ekanligini ta'kidlagan. Haftalik xabarlar gazetining 6-iyuldagi maqolasida Xitoy hukumatining bu maydoniga baho berib, shubhisizki Xitoyning bu maydoni ularning g'arb dunyosiga qarshi mavqesining izchil davom qilayotganligining eng yangi dalili deyilgan. Ma'lum bo'lishicha, Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti 29-iyun e'lon qilingan eng yangi strategik qo'llanmada tunji qitim Xitoyni o'zlarining iqtisodiy manfaatlari, bexatarligi va qimmat qarashlari uchun tahdid deb qaror olgan ekan. Shu vaqtda NATOning bosh kotibi Jens Stoltenberg apandi aniq qilib, biz Xitoyni raqib yoki dushman deb qaramaymiz. Ammo ularning bizga qarshi paydo qilayotgan tahdidlariga qarabmı o'ltirolmaymiz degan ekan. Endilikda Xitoyning buning qaytirgan inkosi buningdan necha esi oshgan holda birinchi nomerlik dushman degan shaklda o'tirg'i chiqqan.